Tish olish operatsiyasidan so'ng bajarilishi kerak bo'lgan tavsiyalar. Tish olish jarayoni ham kichik operatsiya hisoblanadi. Biz bundan keyingi asoratlarni oldini olish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Birinchi, bemorga vrach-stomatolog tomonidan sterillangan tampon qo'yiladi. Bemor 30 daqiqa davomida bu tamponni olmasligi kerak. Keyinchalik 30 daqiqadan keyin qon to'xtaganiga ishonch hosil qilganidan so'ng olishimiz mumkin. Ikkinchi, issiq va sovuqdan ehtiyot qilishimiz kerak. Kunning issiq havosi qon tomirlar devorini kengaytiradi va qon oqishini ko'paytiradi. Bunda qon to'xtamasligiga olib kelishi mumkin. Kunning sovuq havosida olingan tish sohasi bitishi sekinlashadi. Uchinchi, to'g'ri ovqatlanishga rioya qilish. Tish olingan vaqtdan 2 soat davomida bemor ovqatlanmasligi kerak. 2 soatdan keyin juda issiq va sovuq ichimliklar va oziq-ovqat mahsulotlari, shuningdek qattiq ovqatlardan saqlanishi kerak. To'rtinchisi, gigiyenaga rioya qilish. Bunda 24 soat davomida turli xil og'iz chayovchilardan foydalanish mumkin emas. 24 soatdan keyin og'iz chayovchi vositalar, bundan tashqari yumshoq tish щеткалaridan foydalangan holda og'iz bo'shlig'i tozalanishi mumkin. Agar sizda bu tavsiyalardan so'ng ham turli xil shikoyatlar, ya'ni og'riq, qon to'xtamasligi mavjud bo'lsa, stomatologga zudlik bilan murojaat qiling.